toshkentlik bolalar bilan ish qilib bo'lishgandan keyin o'zimizni ham qishloqlar yangi yo'l bilan Toshkent 25 kilometr farq bor yo'g'i. Bu ham Tosh oblast. Lekin Toshkentga kiradi desa ham bo'ladi, kirmaydi desa ham bo'ladi. Lekin Toshkentning bir rayoni emas. Yangiyo'l alohida joy. Lekin shu bitta toshkentlik bolalar bilan, katta bolalar bilan ish qilib qo'ygan bitta o'rtoqlar rosa harakat qilishadi. Toshkentlik gap gapirishga bormiz, ikkovimiz, короче, katta ishlar qilib tashlaymiz. Shunaqa deydi bola. Qarayman-da. Rosa harakat qilishadi, lekin o'xshaganiga o'xshab ketadi. Dalga degansiz 10 ta kobaltni 5 ta dedingiz, yana kutib chidamay 3 ta berdingiz. Birinchidan 3 ta kobalt emas, общий bergan pullar bilan birga 4 ta kobaltni berdik. 4 ta kobaltni puli bilan boshda 100 million, undan keyin yana kobalt, yana 2 marta 10 ming dollardan berildi. 10 ming dollardan berildi. Bitta qolgan kobalt pulini garant yopilmaganiga men hozir gapirishdan charchadim. Bugun video qo'yaman shu haqida. Sikivor deylar, bitta mashqala sikivor ishdi. 500 ming garant yopilmagandan keyin katta xoleynikidan pul qaytarib berishim kerakmi homiylarga? 500 ming yopilishi kerak bo'lganda 300 ming yopildi. Garant oqlanmasa pullarini qaytarib beriladi. Men homiylarning sovg'asini o'ynab olishga haqqim bo'lmaydi. Suka. Вы куда едете трахать пизду? Ой, бля, пиздец. Kerakmi shuncha gap? Talabdan qanaqa трахать пизду, блядь, ey, bratан, блядь. Ты чего? Вообще что ли погнал, блядь, с утра, блядь? O'shaning uchun jonli efir yoqqim kelmaydi-da. Ko'rasizlar, bir pasda yana asab buziladi. Bundan ko'ra mana yoqmasdan muzikani baland qilib ketsam bo'lardi shu zalimga. Mayda shuda telefonlar bor, sovg'alardan qolgan. O'shani o'ynab o'ramiz. Xavotir olmanglar, katta sovg'alar tugadi. Dekabr oxirida yana qilamiz kattaroq sovg'ali konkurs. Odamni tushunishga harakat qilinglar. Bironta bloger bitta dona ham mashina bergani yo'q. Men shuncha iPhone'larni tarqatdim. Shuncha pul tarqatdim, shuncha mashinalarni tarqatdim. Insof sayin baraka. Garant yopilmadi. Men belag'iz bo'ldim. Men chiqib yig'lamayapman-ku sizlarga. Sizlar aybdorsizlar. Aktiv qilmadinglar. Mana men sizlarni belag'iz qoldim. Qo'ldan kelgancha harakat qildim. Bo'ldi-da. Hadib qaytaraveradimi hamma bitta gap erkak kishi. Men sizlarga uni veliki motivatorlarga o'xshagan bo'lmasam. Hozirgi nomimizdan osh markazi ochaylik, hozir sezon. Bo'laveradi. Akbar Ali shef, meni toping. Osh markazi deysizmi? Men bizni anchadan beri o'ylab yurdim, shu osh ochamizmi, estet osh deb, borib turib har kuni bolalar bilan osh yeb, reklama qilib, haftada bir kun skidka kuni qilib, juma kuni ehson oshlar qilishni reja qilib qo'yganmiz. Bir kun polni tekinga oshdan. Faqat uning uchun Aziz Estet obunachisi bo'lish kerak degan temalar qilib, bo'ladimi shunaqa bitta osh ochaylikmi, osh markazi, nima deysizlar? Uni katta sarmoya ketmaydi. Xohlasanglar bitta osh qilamiz. Zamizga introbka qilamiz. Bo'ldi, xudo xolasa boraman. Albatta boraman. Xatta zalinglar. BFS Fitness Center. Xatta u. Men hozir fitness qilmay turibman, men hozir anaqa boksdaman-ku. Kulachkaga chiqishim kerak. Qonli jangga, perchatkasiz, shingalkasiz, goli kulakda urishishim kerak. Shunga tayyorlanyapman. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, lekin baribir ora-orada kachka ham qilib turaman. Bunaqa ham kerak, fizika ham kerak. Oxirgi qo'ygan storiesga o'lib qoldim. Kechasi jinniga o'sha storieslar qo'yganman, onayni nima bir sharmanda. Bilasizlarmi, menga o'xshaydi. Afandi eshigini teskari minib ketayotgan ekan-da, ertalab. Keyin qo'shnisi, eshigini teskari minmabsiz-ku, orqaga qarab o'tiribsiz-ku desa, eshigini kecha
Ko'kdagi sikkandim bugun ko'ziga qarashga uyalyapman dedi. O'shaning uchun kechki payt qo'ygan storieslarimga ertalab har doim uyalaman. Chunki kechasi xayol joyida emas.